Assalomu alaykum. Men Sharqiy Turkistonning Ili oblasti Chapchal Shuva Abdulum Naya Cho'qir Yiza Lunko 2-kanat 2 guruhdan Abdurahmon bo'laman. Familiyam Haji abi. Hozirgi turishlik o'rnim Avstriyaningki Sampulton shtatining Baden degan bir noyi bozorida turyapman. Men 2016 8-oydan buyon ta bugunga qadar ailemdekiler bilen izchil aloqa qilolmayapman. Ya'ni apam, hadam va boshqa qarindoshlarım bilan. Anlansam Xitoy hukumati ba'zan urug' tuqqanlarimni jazo lageriga tutqun qilgan ekan. Ya'ni mening dadamniki akasining o'g'li bir navri enim Abdug'ani Obulqasim 34 yosh atrofida restoranniki cho'ng qo'rim ustasi bultur 2018-yili 3-oy atrofida jazo lageriga tutqun qilgan ekan. Adresi G'ulji shahri Yangiyat mahallasi 5-ko'cha 159-xon 1-nomerli qo'ri. Shundaqla meniki dadamniki singlisniki bolalardan meniki bir navri hadam Paşayim Abdurim 50 yosh atrofida o'g'li Abdurahmon Mehmet Husnajim 21 yosh atrofida ularga ayrim holda qamoq jazosi beribdi. Bir navri hadam Paşayim Abdurimga 7 yillik qamoq jazosi, o'g'li Abdurahmon Mehmet Husnajimga 6 yillik qamoq jazosi. Sababi 2016 yilninki boshlari Misrga sayohatga borganligi uchun. Adresi Qashqar shahar To'riyavoq Janqo'g'an ahalla komitetiga qaraydi. Shundaqla meniki bir navri hadam Amangul Abdurim meniki yo'ldoshi Abdumid Esqarimga 12 yillik qamoq jazosi berilibdi. Sababi 17 yilning oldida bolalarga diniy dars berganligi uchun. Adresi Qashqar Konishar Naya Langariza Sulluq 2-kanatdan. Şunun bilan birga meniki yana bir navri hadam Izzam Abdurimniki cho'ng qizi Patigul Rozaxonniki yo'ldoshi Nurmamat Abdumid 56 yosh atrofida bultur 2018-yili 11-oy atrofida jazo lageriga tutqun qilgan ekan. Bu yil 2019-yili 6-oy atrofida jazo lagerida vafot etdi. Adresi Qashqar shahar To'riyavoq Janqo'g'an ahalla komitetiga qaraydi. Shundaqla mening bir navri akam Saud Abdurim 57 yosh atrofida tijoratchi bultur 2018-yili 2-oy atrofida jazo lageriga tutqun qilgan ekan. Ta bugunga qadar shu yerda turibdi. Men xalqaro tashkilotlardan meniki urug' tuqqanlarimga yordam berishini, ularni lagerdan qutuldirib olishini o'tinish ishida tuvanchilik bilan so'rayman. Rahmat.